Qizlarjonlar, o'zimizdan ketib qolishi yo'q. Hozir sizlarga eng arzon narxdagi parfumeriyalarni tanishtirib o'taman. Mana bu qo'limdagi trendda bo'lgan pomadalar atiga 4,5 ming so'mdan, soch bo'yoqlarimiz atiga 19 ming so'mdan qilib bordik. Boshqa joylarda 40 ming so'm, 50 ming so'mdan sotilgan dezodorantlar bizda atiga 13 ming so'mdan. Assalomu alaykum, Sifat tekstilning hurmatli obunachilari. Ayollarimizga yana ham qulaylik yaratish maqsadida sizlar uchun eng arzon narxlarda parfumeriyalarni topib qo'ydik. Bularni barchasi Sifat tekstilda videoni oxirigacha ko'ramiz. Boshqa joylarda 45 ming so'm, 50 ming so'mdan bo'lgan dezodorantlar bizda atiga 13 ming so'mdan. Mana rasvetkalarini ko'rsalaringiz bo'ladi. Shampunlarimiz 6 ming so'mdan 10 ming so'mgacha. Quyoshdan saqlovchi SPF'larimiz. Apa bular qanchadan edi? 15 ming so'mdan, boshqa joyda 40 ming so'm, 45 ming so'mdan olasizlar qizlarjonlar. Mana namlantiruvchi maskalarimiz 16 ming so'mdan pachkaga, donasi 1600 so'mdan tushirgan. Mana bularning har xillaridan bor. Eng kerakli hozirgi kunda bo'lgan kremlar mana 5 ming so'mdan. Mana kayo so'raganlarga mana kayolarimiz. Apa bular qanchadan edi? 13 ming so'mdan. Lamsa atirlari mana bular qanchadan apa? Pastaxaralarimiz 10 ming, lamsalarimiz 28 mingga 10 ming so'm. Mana buni har xil rasvetkalari bor ekan. Badanga sepadigan spreylarimiz 25 ming so'mdan. Apa bu oqartiradiganlarmi? Ha, buni reklama qilamiz. Apa mana bular qanchadan edi? Bular 10 ming so'mdan. Boshqa joylarda 20 ming so'm, 25 ming so'mdan mana shular mana. Ko'zga naborlar. Qanchadan bular? Qoshdiki, ko'zniki ekan bu ikki xil. Nech pul bular apa? 13 ming so'mdan. Bu dezodorant mana taraq naborlar qanchadan apa? 50 ming so'mga taraq nabor. 6 xil nasabkasi bor ekan. To'qqiz ming so'mdan. Rexonalar. Mana ularcha apa mana? 9 ming so'm.